Xabar berganimizdek, Samarqand shahridagi Kongress markazida ikkinchi O'zbekiston-Xitoy hududlararo forumi o'tkazilmoqda. Ayni jarayonlardan muxbirimiz Elyor Go'ro'g'liyev jonli efir orqali ma'lumotlar taqdim etishga tayyor. Assalomu alaykum, marhamat, siz efirdasiz. Assalomu alaykum, barchangizga xayrli kun deyman. Aytish joizki, bugungi forum o'zining qizg'in pallasiga kirdi. Qolaversa, yangi ma'lumotlar ham birin-ketin kelib chiqyapti. Aytaylik, bugun mazkur forumda mingdan ziyod xitoylik tadbirkorlar, biznesmenlar, qolaversa 1500 dan ziyod o'zbekistonlik biznes egalari ishtirok etishmoqda. Qolaversa, har ikki mamlakatning ham gubernatorlari, qolaversa hududlar rahbarlari ishtirok etishyapti. Ular bugun hamkorlikning yangi bosqichlarini kelishib oladi, qolaversa turli bitimlar imzolaydi. Aytish joizki, bugun Xitoy kapitali ishtirokida O'zbekistonda 3700 dan ziyod korxona, shuningdek 600 dan ortiq qo'shma korxonalar mavjud. Albatta bu juda katta raqamlar, chunki har ikki tomonlama manfaatli bo'ladigan loyihalar amalga oshirilgan hamda bu bevosita davlat rahbarining tashqi siyosatdagi sa'y-harakatlarini, pragmatik sa'y-harakatlarini ifodalaydi desak mubolag'a bo'lmaydi. O'z navbatida mazkur forum ikkinchi bora o'tkazilishi, birinchi bor esa Xitoy Xalq Respublikasida o'tkazilgan va unda davlatimiz rahbari ham ishtirok etgan. Xuddi ana shu delegatsiya tarkibida ishtirok etgan va bugungi forumda ham qatnashayotgan bizda suhbatdoshimiz bor. Demak, Samarqand viloyatining Ishtixon tumani hokimi bilan biz ayni vaqtda suhbatlashamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi hamkorlik qay darajada bo'lyapti? Qolaversa, hamkorlar bilan qaysi masalalarda kelishib olinyapti? Assalomu alaykum. Mana bugun Samarqand viloyati, Samarqand shahrida ikkinchi O'zbekiston-Xitoy hududlararo forumi o'tkazilyapti. To'g'risi bu davlatimiz rahbarining sa'y-harakati, tashabbuslari bilan mana bugun Samarqand shahriga Xitoy Respublikasining hukumat a'zolari hamda salohiyatli tadbirkorlar yig'ilgan. To'g'risi Xitoyga biz tuman hokimlariga mana shu davlatimiz rahbari keng yo'l ochib berib, hamma imkoniyatlar yaratib berganligi uchun biz xitoylik tadbirkorlar bilan uchrashib, ular bilan memorandum imzolagandik. Mana bugun hududlararo forumda biz bitimlar tuzishni yo'lga qo'ydik. Shu mana Ishtixon tumanini oladigan bo'lsak, o'tgan yili 30 million dollar Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya kiritilgan bo'lsa, bu yil yanvar-may oylarida 27 million dollar investitsiya kiritildi Ishtixon tumaniga. Mana yil yakunigacha biz bu raqamlarni nima deydi, oshirishga harakat qilamiz. Bu shu xalqimizning farovonligiga, tumandagi salohiyatimiz, ya'ni yo'nalishlarimiz, driverlarimizni yana kengaytirish. Masalan, Ishtixon tumanida qurilish sohasiga asosiy e'tibor qaratyapmiz. Ya'ni shu infratuzilmani rivojlantirish sohalariga, ta'lim yo'nalishida mana bugun Ishtixon tumanida shu kollej bitiruvchilari 20 nafar yoshlarimiz hozirgi kunda shu sanoat yo'nalishi, ya'ni sanoat yo'nalishida maishiy texnikalarni ishlab chiqarish, ya'ni ham ish o'rganish maqsadida, malaka oshirish maqsadida hozirgi kunda Xitoy Xalq Respublikasida 20 nafar yoshlarimiz 3 oylik stajirovkaga yuborilgan. Xudo xolasa buni keyingi bosqichlarda yana ham oshirib, sohani juda ham rivojlantirib, nima deydi, Xitoy bilan aloqalarni mustahkamlaymiz. Aynan xitoyliklarni Ishtixonning nimasi ko'proq qiziqtiryapti va hamkorlikning keyingi bosqichlari uchun bu qay darajada ta'sir ko'rsatadi? Mana yana bir aytishim kerak, shu davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan, sa'y-harakati bilan mana Ishtixon tumanida ham ko'p yoshlarimiz Xitoyda o'qish xohlayapti bugungi kunda. Mana Samarqand xalqaro kasb-hunar maktabini aynan Ishtixon tumanida biz tashkil qilib, xudo xolasa shu yil qurilishini tugatib, keyingi yildan shu kollejni ishga tushirib, nafaqat Ishtixonlik yoshlar, nafaqat xitoylik yoshlar ham Samarqand viloyati Ishtixon tumanida o'qib o'z faoliyatini, ya'ni asosiy yo'nalish bu yerda yoshlarimizni kasbga o'rgatish. Ya'ni mana bugungi kunda mana hamma imkoniyatni yaratib beryapti davlatimiz rahbari. Biz zamonaviy, ya'ni bugungi kunda raqobatbardosh, ya'ni bugungi kunda talab yuqori bo'lgan sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun kadr yetishtirish masalasi ham bugun muammo bo'lib turibdi. Shu sohani ham nima deydi, jonlantirish maqsadida aynan shu Samarqand xalqaro kasb-hunar kollejini tashkil qilishga yo'l qo'ydik. Rahmat bergan ma'lumotlaringiz uchun. Eslatib o'taman, ayni vaqtda biz bilan Samarqand viloyatining Ishtixon tumani hokimi Fazliddin Ro'ziyev hamsuhbat bo'ldilar. Aytish joizki, forum o'zining qizg'in pallasiga kirib boryapti. Shuningdek, tushdan keyin sanoat yarmarkasi o'tkaziladi va unda ko'plab qishloq xo'jaligi, qurilish, maishiy texnika va shunga o'xshash sohalarda ko'plab mahsulotlarning namoyishi bo'lib o'tadi va ularning eng qiziqlari hamda
eng dolzarb masalalarda sizga yana qo'shimcha ma'lumotlar beramiz. Hamkasbim Elyor Go'ro'g'liyev ketkazgan ma'lumotlar uchun rahmat deb qolamiz.